Tajriba sifatida viloyatdagi bo'sh va foydalanilmay kelinayotgan 820 gektardan ziyod yer maydonlarida 72 ta kichik sanoat zonalari tashkil etilgan. Hozirda ushbu sanoat zonalariga joylashtirilgan 1282 ta tadbirkorlik subyektlarining 1063 tasi o'z faoliyatini yo'lga qo'ydi. Natijada 60 mingga yaqin yangi ish o'rinlari yaratildi. Masalan, Atiga 4 yil avval tashkil etilgan Qo'shon kichik sanoat zonasida umumiy qiymati 1.6 trillion so'mlik 135 ta loyiha o'rin olgan. Ular to'liq ishga tushishi natijasida 14590 ta yangi ish o'rinlari yaratiladi. Bugungi kunga qadar 60 ta loyiha hayotga tatbiq etildi. Viloyat hokimi, prokuror, soliq, bojxona boshqarmalari rahbarlarining bevosita joyiga chiqib o'rganishlari ishbilarmonlik muhiti rivojida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Navbatdagi uchrashuv ham samarali bo'ldi. Muloqotda hududdagi Qo'shon, yoshlar hamda yuksalish kichik sanoat zonalarida faoliyat olib borayotgan tadbirkorlar ishtirok etib, kommunal sohalar, ichimlik suvi, elektr, gaz ta'minoti, yo'l infratuzilmasi, kadastr, soliq va boshqa masalalarga oid murojaatlarini bildirdilar. Viloyat rahbari ularning har birini e'tibor bilan tinglab, ko'tarilgan muammolarning aksariyatiga shu yerning o'zida yechim topdi. Shuningdek, ijrosi muddat talab etiladigan murojaatlar nazoratga olinib, mutasaddilarga tegishli ko'rsatmalar berildi. Viloyat rahbarlari kelib, tadbirkorlar bilan shug'ullanayotgani biz uchun zo'r. Tashkilotlardan xodimlarni kelib o'rganib chiqishdi, yordam qilishdi. Yo'l muammosi bor edi. Shu muammoni men o'rtaga tashladim. Topshirig'i bo'ldi. Yo'l muammosi ham hal bo'ldi. Biz mana shu sharoitlardan foydalanib ishlab chiqarishni yana ham rivojlantiramiz. O'zbekiston rivojlanishiga o'z hissamizni qo'shamiz. Uchrashuvdan so'ng bir qator tadbirkorlarning muammolari joyiga chiqqan holda o'rganildi va ularni hal etish yuzasidan mas'ullar topshiriqlar oldilar. Ta'kidlash joiz, Namanganda yil yakuni bilan qo'shimcha 227.7 gektar yer maydonida yana 13 ta kichik va yoshlar sanoat zonalari ishga tushiriladi. Shu bilan birgalikda sanoat zonalaridagi bo'sh turgan 191.6 gektar yer maydonlari onlayn auksion savdolariga chiqarilib, innovatsion, mahalliylashtirilgan va eksportbop mahsulot ishlab chiqaruvchi loyihalarni joylashtirish choralari ko'riladi.